Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Bugun men sizlarga ko'zadan, ya'ni mana qatiqlar, mana shu ko'zalarda qatiq sotgan bizda. Shuni qatiqni olib, ko'zasini nima qilishni bilmay tashlab yuborayotganlarga buni gultuvakka aylantirish yo'lini ko'rsatib o'taman. Buni qatiqdan bo'shagandan keyin darhol yuvib turib ekib qo'ygan bilan gultuvak bo'lib qolmaydi. Buni qanday nima qilish kerakliklarini hozir batafsil tushuntirib o'taman. Buni qulaylik tomoni o'ta jazramada ham ichkariga issiq o'tkazmaydi. O'shuning uchun har xil gullarni eksanglar bo'ladi. Osilib turadigan gullarni ekib, mana bunday sim bilan osib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana har xil joylariga simsiz o'zini qator qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu ko'zalarni rangi sizlarga yoqmasa, har qanday kraska bilan kraskalab qo'ysanglar bo'ladi. Malyarniy kraskalar yana ham yaxshiroq aytadi, yaxshi ushlaydi. Chiroyli bo'lib qoladi. Xohlagan risimkalaringlar solib qo'yishinglar mumkin. Buni ham chiqindiga tashlashdan ko'ra foydali qilib ishlatgan yaxshi. Mana oddiy qatiqdan bo'shagan idishdan ham gultuvak yasasak bo'ladi. Shuni men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman, qanday qilamiz. Buning uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Albatta, qatiqdan bo'shagan mana shunday ko'zalarimiz, mana ko'ringlar. Buni ichini yaxshilab yuvib olamiz. Ustilarini ham yuvib tozalab olamiz. Hamda mana ko'rsanglar bo'ladi. Uchmaganligiga ishonch hosil qilamiz. Endi uchgani xuniyroq bo'ladi, sinib qolgan joylari bo'lsa, butun bo'lgani yaxshi. Bizga albatta shurpayor kerak bo'ladi. Shurpayorni uchiga mana bunaqa yo'lkalik sverlo qo'yamiz. Buni stроительный do'konlar, ya'ni qurilish do'konlarida bor. Shuni olib qo'ysanglar, ishinglar oson bitadi. Oddiy sverloda yorilib ketishi mumkin. Bunda asta kengaytirib borgani uchun teshigini tiydan teshayotganimizda yorilib ketmaydi. Hozir buni shurpayorga o'rnataman. Ish qurolimiz tayyor. Bundan bir dona teshik qilsak ham bo'ladi. Ikkita qilsak yana ham yaxshi bo'ladi. Mana o'rta chizig'i bor, bilinar bilinmas. Shuni ikki tomonidan teshib qo'ysak ham, ikkita teshik bo'lsa yana ham bunimiz foydaliroq, ya'ni gullarimizga ko'proq foyda bo'ladi. Ya'ni havo aylanishida ko'p yordam beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana teshib ko'raman. Kerakli teshik hosil bo'lgandan keyin, bizga yetarli teshik hosil bo'lgandan keyin juda katta ko'rmaymiz. Mana taxminan 0.6-0.7 bo'ldi. Biroz kengaytirishimiz ham mumkin. Mana teshigini yana ham biroz kattaytirib qo'ydik. Bu yerdan yana bitta teshib olamiz. Ikkinchisini. Ikkita teshik bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Mana ikkala tuvayda ham tegini teshib oldim. Buni bu tomoni 0.7 bo'lsa, ichkarisi ham mana 0.6. 0.7 emas, har qalay. Buniki biroz kichikroq bo'ldi. Endi nima qilishim mumkin? Buni xohlasam birorta rangga bo'yashim mumkin.
yoki buni osma qilishim mumkin. Albatta bunaqa turpoqlari to'kiladi. Buni artib tozalab yubordim. Ichidan tushganlari. Buni zarari yo'q. Xohlasam mana ikki yonidan teshib, bunga sim boylab, men ko'proq shunaqa qilaman. Mana shu ikki yonidan teshib, taxminan bir xilda nimalikda teshib turib, sim boylab, o'sha simga osib qo'yaman. Yozda juda go'zal turadi. Ish qilayotganimda shoshmayman, qattiq turtib yurmayman, qattiq og'irligini solmayman. Asta teshaman. Ozozdan teshib boradi o'zi. Birdaniga qattiq nima qilsak sinib qolish ehtimoli bor. Yaqinroq bo'lsin deb qo'yib ko'rsatdim. Albatta teshilishi u darajada oson emas. Keyin bu sverloyma ko'p ishlaganidan biroz o'tmaslashib qo'ygan. Yangisini olsanglar ancha o'tkir bo'ladi. Lekin shunda ham harakat qilaman. O'zingizlarni qo'lingizdan kelmasa, uydagi erkaklarimizga aytsanglar, kim bo'lsa ham, akangizmi, ukangizmi, ular sizlarga shuni teshishda yordam beradi. Mana ko'ryapsizlar, biroz kichiraydi. Bir tomonni teshib bo'lgandan keyin 0.5 teshsak bo'ladi, sim o'tkazsak yoki ip bilan boylasak ham bo'ladi. O'ta qaltis harakat qilmaymiz, ohistalik bilan teshamiz. Buni yer tomonga to'g'ri qilib qo'ysak, buni tepa tomoni mana shunga shunga to'g'ri bo'ladi, teshiklari bir-biriga yaqin bo'ladi. Haftali bo'lmaydigan ish emas, qilsa bo'ladi. Mana ancha teshildi. Teshib oldik, mana ikkalasini ham. Mana u darajada katta teshib deganimiz yo'q. Buniki sal kattaroq, nariginiki kichikroq bo'ldi. Hech qisi yo'q, bo'laveradi. Agar shurpavur avval ishlatmagan bo'lsanglar, birdaniga bu yo'lkali sverlo bilan ishlashni tavsiya qilmayman. Baribir xavflilik tomonlari ham bor. Ayniqsa ayollar bir-ikki ishlatmagan bo'lsa, endi men doimiy bu narsa bilan ishlaganim uchun, ya'ni menga juda ko'p asqotadi. Ayniqsa ba'zi tuvaylarda, sopol tuvaylarda olib kelganimda tagida teshiklar bo'lmasa, mana shuni yordamida teshib olaman. Shuning uchun meni qo'limdan keladi. Agar qo'lingizdan kelmasa, ayollar albatta erkaklardan iltimos qilinglar. Undan keyin mana bunaqa yumshoqroq, mustahkamroq simlarimiz bor, ingichka. Hammasi xo'jalik do'konlarida sotiladi. Shundan kerakli razmerda tayyorlab olamiz. Hozir men sizlarga ikkitasini beryapman ploska gubka yordamida. Buni mana ikkalasini taxminan bir xil razmerda olamiz. Hamda mana shu teshiklardan o'tkazib yumshoqroq bo'lsa qo'l bilan, bo'lmasa ploska gubka yordamida
mana shunday qilib o'rab boylab chiqamiz. Uzoq vaqt ishlatadigan gul tuvakka aylanadi bu. Bir necha yil ishlatamiz. Men bundan tayyorlaganimga 4-5 yil bo'lib qoldi. 4-5 yildan beri o'sha bitta tuvakda bemalol ishlataman. Mana. Lekin bu tuvaklarimni hech qachon sotmayman. Sababi qancha to'plasam o'zimda iladigan joylar, rishotkalarimizni yonlariga ilib qo'ysak bo'ladi yoki daraxtlarga ilib qo'ysak ham bo'ladi, bu yog'iga sim qilib ilsak ham bo'ladi. Simini kalta uzunligini farqi yo'q, lekin mana bu teshayotgan joyingizni mana bu joyda farqi bor. Mana shu yerdan kamida 1 santimetrdan ortiqroq joy tashlash kerak. O'ta qirg'og'idan ham teshib bo'lmaydi, sinib ketib qoladi. O'shuning uchun mana belga o'xshagan beli kirgan joyi bor-ku, mana shu joyidan teshsa yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, orasida joy qolgan, o'shunda sinib ketmaydi. Keyin shurpavertni ishlatayotganda juda qattiq ezmasdan, ohistalik bilan sekin-sekin, shoshmasdan, nimaga tezda bo'lmayapti demasdan, asta-asta qiladigan bo'lsak, mana shu nimalari yorilib ketmaydi. Teshayotganimizda mana ko'ryapsizlar, tegida ham, yonida ham teshib qo'ydim. Xohlasanglar buni osmasdan shundoq qo'yib qo'yishinglar mumkin. Gul ekasizlarmi? Boshqa bir ko'chat tayyorlaysizlarmi? Nimadir qilish uchun yo bo'lmasam buni ekzotik qilib gullarni yoniga yo bo'lmasam chiroyli qilib qotarasiga terib har xil shakllar chiqarishinglar mumkin. Bundan yana biror narsani yozgi narsalarni saqlashda ham foydalansanglar bo'ladi. Ustiga oddiy qopqoqlarni yopib qo'yib, ichiga narsa solsanglar ham ancha-muncha narsalarimiz uzoq vaqt turib beradi, aynimaydi. Har qalay tashlab yubormasdan foydalansanglar bo'ladigan narsa. Men bu tuvaklarga ko'proq xlorofitum ekaman. Xlorofitumning tagida kartoshkasi bor. Shuning uchun bu suvsiz qolib ketganda ham yozda o'lmaydi. Sal soyaro joyga, ya'ni ola-ko'lanka joyga qo'ysak, uzoq vaqt yashaydi. Bu tuvakda yana suvni yaxshilab quyib turib, yumshatib, tortib olib, bo'lib yana ekib qo'yaveraman. Yana boshqa juda ko'p osilib o'sadigan gullarni eksangiz ham bo'ladi. Bunga yana gerallarni ekib qo'yaman yozda. Hozir endi gerallar tashqariga biroz vaqt bor, o'ta sovuq bo'lib ketsa sovurib ketishi mumkin. Shuning uchun hali tashqariga ularni olib chiqmayapman. Shuning uchun hozircha xlorofitumlarim turibdi. Bunaqa tuvaklardan tayyor holatda menda bor. Ularga keyingi safar boshqa gullarni o'tkazib, o'sha gul haqidagi ma'lumotlarni berib boraman. Hozircha bilganlarim mana shu tuvakdan foydalanishdagi birinchi usulim shu. Yana boshqa usullarimni ham boshqa safar ko'rsatib o'taman. Tinch bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.